Assalomu alaykum qadrli baland tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush kelibsiz. Srochni gruzovoy mashinasi sotiladi arzon narxda. Shu videoni iltimos podelitsiya qilingizlar. Birinchi o'chirat narxida. Bu mashinaning narxi hozirgi narxda hech qachon hech joyda yo'q. Nimaga desangizlar, bizning kanalga bitta obuna bo'lib qo'yingizlar iltimos. 60 ming so'm, ya'niki 2004-yil Kia Vanga deymi ekan, Bonga deymi ekan, xullas shunday Bonga deydi ekan. Ana bu salonlari ham juda zo'r, hamma taraflama zo'r. Dokumentiga kelayotgan bo'lsak, utilizatsiya dokumenti yo'q, tugagan. Buna salon, sizlarga salonni ko'rsatayin. Yaxshi. Mexanika, ko'ryapsizlar, kimdir haydab yurgan bo'lsa, shunday mashinani ko'rgan, bilgan. Ana Kia nomeriga yozib qo'ygan. Bonga ma, xullas shunday. Ana endi biz bortga kelayotgan bo'lsak, bortning hozir snimat qilingan. Xalasangiz bortni qo'yishingiz mumkin. Ya'niki aytmoqchiman, borti bor demoqchiman-da. Maqsad bemalol olib qo'ysangiz ham bo'ladi, olib talab, nazir shunday qilib bir narsa ortqali bu domni, masalan, beda ortqali. Bort qo'ysangiz mal ortqali zo'r. Xullas bemalol hozirgi paytda siz inshaalloh shuni olib turib haydasangiz, ikki qora qozonni qaynatsangiz bo'ladi. Odamlar mayda mashina bilan, lehkovoy mashina bilan nima qilyapti? Qora qozonni qaynatyapti. Siz inshaalloh yaxshi shuning orqasidan bo'lsangiz, nomerlarni ko'ryapsiz. 03-region 3218. Bemalol qora qozonni qaynatasiz inshaalloh. Agar shuning orqasidan haydab yurgan odam bo'lsa, mehnat qilsangiz, albatta Alloh sizlarga kuch-quvvatni bersa, inshaalloh deni boshingiz sog' bo'lsa, ishlaysiz. Keng, yaqinroqdan ko'rsatamiz yana. Buna nomerlarni yana bir ko'rsatamiz. Mana shu nomerni oling, mana shu nomerga telefon qilasiz. Olib keng. Hozir videoda ham qo'yamiz. Mana shu Kia bemalol telefon qilib adresga kelayotgan bo'lsak, Kolxozobod Guliston desak ham bo'ladi. Devida xullas, obyektning oldida telefon orqali yana batafsil qayerda nima narxlarni kelishib olsangizlar bo'ladi. Olayotgan odamlar iltimos loji bo'lsa, telefon qilingizlar. 60 ming so'm bu arzon. Hech qachon hech joyda topmaysiz bu mashinani 60 ming so'mga. Chunki odamlar Porter 1ni 60 ming so'mga olib жатыр. Shuning uchun bu xuddi maligi Porter 2ning rolini bajaradi-da. Shundan bular Kia Bongama shunday xullas. Yana kimdir haydab yurgan bo'lsa shu mashinani tushunadi. Men chunki o'sha tushunmayman, shuning uchun barcha sizlarga ko'rsatib beryapman. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilasiz. Nabijon Nurmatovdan telefon qilsangiz, ya'niki yana arzon bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.